olib keling dedi. Onamga deb qarasam, ko'zlari yalt qildida, o'g'lim, ha, agar bozoringiz yaxshi bo'lgan bo'lsa, biror shiq to'rg'ama shashlik olib keling. Qandaydir tilim ichiga ta'mi kelib qoluvdi. Tashqariga chiqib dod-dub yig'ladim, qoraka, ha? Qirqqa kirayotgan bo'lsam, biror marotaba onam shashlik yegim keldi, o'g'lim olib kel demagan ekanlar. Nimaga? Peshona teri qilib topayotgan pulini, qiynalib topayotgan pulini menga yedirib qo'ymasin deb aytmayotgan ekanlar deb dod-dub yig'ladim. Biz onamizchi aytayaptimi? Ha, o'zimizdan bechora yasab olsak, qayerda aytsin? Bechora pensiyasini ham plastikda bo'lib, "Men o'g'lim" deb berayotgan bo'lsa, ha shu pensiyaga bo'lsa ham, plastikka bo'lsa ham, bir dona bo'lsa ham shashlik yoki somsa olib kelib bermasak, bola bo'lib nima qilyapmiz o'zi? Agar taomam yediralmasa, hech bo'lmasa xizmat qilsin deb. Agar xizmat ham qila olmasa, shirin so'z